Qadrdonlar, xudo xolasa mana Andijon viloyati Oltinko'lda xudo xolasa ishlarimizni yakuniga yetkazib oldik. Do'stlar, bu xonadonga necha pul summa ketdi, qayerlar bo'ldi? Mana xudo xolasa e'tiborlaringizga to'liq holatda mana bitkazib oldik mana do'stlar. Xo'p, bu xonadonimizni old-orqa tomoniga tarnovlarimizdan qo'yganmiz, choksiz, uloqsiz tarnovlarimizdan xudo xolasa qo'yganmiz mana do'stlar. Hamda darvozaxonalarimizni shapkalari bilan birgalikda qo'shib, tungafonlarini xudo xolasa chiroyli holatda qilib berdik. Xo'p do'stlar, bu xonadonimiz o'shi 15 million 700 ming so'mga xonadon egasini hatto Samares Lesagacha ovora qilmasdan o'zimiz olib keldik. İşlarini chiroyli holatda yakuniga yetkazib berdik. Do'stlar, sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, xonadonlarga mana shunaqa chiroyli telefonlarni qilsanglar bo'ladi. Xo'p, eslatib o'tamiz, xizmatlar hozircha vodiy bo'ylab amalga oshirilmoqda. Vodiydan bo'lsangiz, musofirda bo'lsangiz ham bemalol bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Do'stlar, oq rangga mokriy rangdan foydalandik. Telegram, WhatsApplarimiz bemalol ishlab turibdi, aloqaga chiqsanglar, keyingi telefon qiladigan xonadonimiz aynan sizlarning xonadoninglar bo'lishi mumkin. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar do'stlar, omon bo'linglar. Rahmat.